Ya qo'shnini bolasi aka-uka Temir Timnoqlar. U sizlarda bir tinim bormi, yo'qmi? Biza senga nima qildik? Senga xalaqit qilyapmizmi? O'zimizning ishimiz qilyapmiz, to'g'rimi? Va sizlar bir abidda dam olmaysizlarmi, uxlamaysizlarmi? Jazirama issiqda hech bo'lmasa dam olinglar. Senga nima o'g'irligi tushyapti? Ishlasak o'zimiz ishlayapti. Bizlar uxlasak gibirni kim qiladi? Qilib berasanmi gibirni qil? Va sizlar dastlangdan borib menga bir yaxshiroq dam yo'q, dam. Otam menam qo'ymayapti. Soat 4 da uyg'otib, "Tur padaringga rahmat. Mana qo'shnining bolasi qara, ishlab yopti. Sen hali ham jotibsan" deyapti. Qarasam, ikkita karacha bog'cha ishlayotgan bola. Bo'lmasam sen ham ishla-da. Ishlasak bizlar o'zimiz uchun ishlayapmiz. Bor sen ham ishingni qil. Bizlar ishdan qoldingmi? Tushundingmi? Bu qo'shnining bolalar dam olmaydi. Menga ham kamiga dam. Jon akalar, unda kirishaylik. Mana ertalab soat 4 da emas, 6-7 da turib ishni qilinglar, maylimi? Menam bir ozgina dam olayin. Ey, sizlar abidda ham yetakini uxlanglar, ey.